Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan Sentral Apteka tomonidan kvartira olaman degan aka-ukalarimiz uchun, opa-singillarimiz uchun yoki Amkor bank atrofidan 5 etajli domning 2-etajda yevro ta'mirda ta'mirlangan ikki xonalik kvartiramizni obzorga keldik. Kvartiramiz cho'tka remontga qilingan, ikki tomonlama proyekt, domimiz vetrni. Sizlarga obzorni ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni ayamang qadrdonim. Pastga raqamlarimizni qo'yamiz va narxini aytamiz. Ana bu o'tirgan joyimiz bizning zalimiz. Zalimiz chotki mo'yish abochada sifatli mo'yish abolardan qilingan, chiroyli lustra osib qo'yilgan va LED pardalar qilingan. Mana bu yerda esa chuguneviy radiatorlarimiz, chuguneviy radiatorlar qo'yilgan. Bu yoq esa panorama akvaplast qilingan. Manzarani qarang, manzara joy bir qadam zo'r. Buxoroning qoq sentri o'zida. Bir xil do'stlaringiz qidirib yurgan bo'lishi mumkin shunaqa joylardan kvartira olaman, Texnologik institut tomonidan yoki universitetga yaqin joylardan kvartira olaman degan do'stlaringizga tarqatinglar. Sifatli eshiklardan qo'yilgan, qarang. Eshiklarimiz hozirgi zamonga qaraganda eshiklarimiz bu yoq esa bir xo'sh shunday kirasiz. Faqat bu eshigimizni qarang. Juda sifatli eshiklardan qo'yilgan. Yaxshi, bular arzon eshik emas, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Bu yoqda esa kladovkamiz. Bu yoqda ortiqcha narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol polkacha qilib, sharoitcha qilsangiz bo'ladi. Bu yoq esa spalna qismimiz. Spalna xonamiz ham oyoq ostida qo'llar tashalgan va cho'tka sifatli mo'yish abolardan qilingan, chiroyli lustradan osilgan va LED pardalar qilib qo'yilgan qadrdonlarim. Bu yoqda ham chuguneviy radiatorlar qo'yilgan. Balkon qismimiz ham bor ana. Balkonga chiqib bemalol qo'shnilar bilan chaqchaqib o'tirsangiz ham bo'ladi. Havosi zo'r joyda, daraxtlar bor, bera tinchlikda. Qadrdonlarim, sanuzellarimiz отдельно, hojatxonamiz va sanuzelimiz patolkacha kafel qilgan. Bu yoq esa kuxni zonamiz. Kuxnimizga ham bemalol nima qo'yilgan, rakina, kuxni garnitur qo'yilgan. Xohlasangiz bu yoqqa olib chiqasizlar balkonga, bu yoqqa uголокchalarni qo'yib, sharoit qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yoq ham kengina, xohlasangiz bu yerga o'tirsangiz ham bo'ladi yoki farzandlaringiz uchun bitta partacha qo'yib, mazza qilib, shu yerda dars qilib o'tirsa bo'ladi. Qadri bilan qadrdonim, lokatsiyasini yana bir marta aytaman. Buxoro shahridan Sentral Apteka atrofi desam ham bo'ladi, Amkor bank atrofi desam ham bo'ladi. O'qish joy, maktab muammo yo'q, bog'cha muammo yo'q. Qadrdonim, yo'lga shunday marshrutka shunday chiqasiz, marshrutka bo'y marshrutka keladi bu yerga. Kvartiramizni narxini 37.900 deb baholaymiz qadrdonim. Agar sizlarga bizning obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqishlar so'rab qolamiz qadrdonim. Bu obzorimizni do'stlaringizga tarqating qadrdonim. Sizlar sababchi do'stlaringiz vatanlik bo'lishi mumkin. Sizlar sababchi biz uyni sotishimiz mumkin. Savobga qolasiz yoki ota-onalaringizga olib beringlar. Joy lokatsiyasi yaxshi, xarajat qilmaysiz. Kelasiz, mebelingizni olasiz, kelasiz, yashaysiz maza qilib. Qadrdonim, omonat dunyoda omon bo'ling. Like qo'lini bosmaysizmi? Like'ni bosing, so'qqani tashlang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, omon bo'ling.